Bugun men pensiya olayotgan har bir odam uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va qayta hisob-kitoblar haqida. Ko'p pensionerlar o'ziga tegishli bo'lgan pulni bilmagani uchun olmaydi. Ayrim hollarda esa hujjat yetishmagani, ariza yozilmagani yoki ma'lumot bazada noto'g'ri turgani sababli qo'shimcha pul hisoblanmay qoladi. Shuning uchun bu video sizga, ota-onangizga, buvi-bobongizga, qarindoshingizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Men hozir hammasini oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga pulini saqlab qolishga yordam beradi. Avvalo bitta narsani to'g'ri tushunib olaylik. Pensionerlarning pulini yashirishmoqda deganda men buni shov-shuv uchun aytmayapman. Men shuni nazarda tutyapmanki, ko'p hollarda qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hammaga bir xil tushavermaydi. Ya'ni odam pensiyaga chiqqanidan keyin ham ayrim holatlarda unga qo'shimcha ustama, kompensatsiya, qayta hisoblash yoki alohida toifa bo'yicha to'lov berilishi mumkin. Lekin pensioner bu haqda bilmasa, hujjatini topshirmasa, ariza bermasa yoki o'z ma'lumotini tekshirtirmasa, u pul oylar. Hatto yillar davomida hisoblanmay qolishi ehtimoli bor. Oldin qanday edi? Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, qaramog'ida bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar alohida tekshirilardi. Kimdir hammasini vaqtida olib kelgan bo'lsa, unga to'g'ri hisoblangan. Kimdir hujjatini yo'qotgan, eski tashkilot yopilib ketgan, arxivdan ma'lumot ola olmagan bo'lsa, o'sha odamning pensiyasi kamroq chiqib qolgan. Hozir esa ko'p narsa elektron bazalarga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bor. Ma'lumot tezroq tekshiriladi. Ayrim hujjatlar avtomatik ko'rinadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, eski ish joyingiz ko'rinmasa, stajingiz to'liq tushmagan bo'lsa, familiya yoki pasport ma'lumotida farq bo'lsa, tizim sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha pulni ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham bo'ldi, endi tekshirish kerak emas deb o'ylamang. Pensiya miqdori tekshiriladi. Qayta hisoblanadi. Ayrim hollarda oshiriladi. Eng birinchi bilish kerak bo'lgan narsa shuki, pensiya faqat yoshga qarab beriladigan bitta oddiy to'lov emas. Uning ichida bir nechta elementlar bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji bo'yicha asosiy pensiya, oylik ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblangan qism, qonunda nazarda tutilgan ustamalar, alohida toifa yoki xizmatlar uchun qo'shimchalar. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lovlar, parvarish bilan bog'liq ayrim kompensatsiyalar, ayrim hollarda esa oldingi davr uchun qayta hisob-kitob natijasida beriladigan farq puli. Mana shu joyda pensionerlar eng ko'p adashadi. Ko'pchilik mening pensiyam falon so'm bo'lsa kerak deb taxmin qiladi. Lekin hisob-kitob qog'ozini so'ramaydi. Qaysi staj kiritilgan, qaysi yillar hisobga olingan, qaysi ish haqi tanlangan, qo'shimcha ustama bor yoki yo'q, bularni tekshirmaydi. Natijada odam oyiga masalan 2,5 ming so'm, 2,5 ming so'm yoki undan ham ko'proq puldan bexabar qolishi mumkin. Bir oyda bu unchalik katta ko'rinmasligi mumkin, lekin bir yilda 2,5 ming so'mdan 3 million so'm bo'ladi. Agar bu farq 2 yil davom etgan bo'lsa 6 million so'm degani. Keling, oddiy misol olaylik. Bir kishi 1990 yillarda zavodda ishlagan, keyin bozor sharoitida boshqa joylarda ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida zavoddagi 8 yil staj bor, lekin elektron bazada bu davr ko'rinmayapti. Pensiya tayinlanayotganda hujjat to'liq tekshirilmasa, shu kekin yil hisobga olinmay qolishi mumkin. Agar o'sha kekin yil qo'shilsa, pensiya miqdori oshish ehtimoli bor. Agar o'sha davrdagi ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, hisob-kitob yanada foydaliroq bo'lishi mumkin. Demak, muammo faqat staj sonida emas, qaysi yillardagi daromad hisobga olinganida ham. Ikkinchi misol. Ayol kishi ko'p yil ishlagan, lekin farzand parvarishi, dekretdagi davrlar yoki ayrim ish joylari bo'yicha hujjatlar tartibga solinmagan. U pensiyaga chiqqanda faqat ko'rinib turgan staj hisoblangan. Keyin ma'lum bo'ladiki, ayrim davrlar qonuniy tartibda stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan. Agar u ariza bilan murojaat qilib, tegishli hujjatlarni topshirsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda hammasi aniq vaziyatga. Qonundagi mezonlarga va hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq. Uchinchi misol. Pensionerda nogironlik guruhi bor. Uchinchi misol.
Lekin pensiya hujjatlarida bu maqom yangilanmagan yoki tegishli ma'lumot tizimga tushmagan. Natijada u ayrim imtiyoz yoki qo'shimcha to'lovni olmayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam o'zi borib tekshirtirmasa, menga hammasi avtomatik tushadi deb kutib yurishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda birinchi navbatda pensiya bo'limidan yozma hisob-kitob va izoh so'rashni maslahat beraman. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqanlar alohida e'tibor berish kerak. Chunki pensiya birinchi marta tayinlanganda xato bo'lsa, keyingi oylar ham shu xato asosida davom etishi mumkin. Masalan, sizga 2 million so'm pensiya tayinlandi. Siz demak shuncha ekan deb qabul qildingiz. Lekin aslida stajingiz to'liq kiritilganda 2 million 2 ming so'm bo'lishi kerak edi. Bir qarashda 2 ming so'm farq, lekin bu farq har oy takrorlanadi. Shuning uchun pensiya chiqqan birinchi oylardayoq hisob-kitobni tekshirtirish juda muhim. Ikkinchi guruh Sovet davrida yoki 1930 yillarda ishlagan pensionerlar, sababi o'sha davrdagi tashkilotlarning ko'p yopilgan. Nomi o'zgargan, arxivga o'tgan yoki hujjatlari boshqa idoraga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangizda muhr noaniq bo'lsa, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sana orasida farq bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Bunday odamlar albatta arxiv ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak. Uchinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotganlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ishni davom ettiradi. Bunday holatda ayrim davrlarda qayta hisoblash, qo'shimcha stajni inobatga olish yoki ish haqi ma'lumotlari bo'yicha masalalar paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil albatta oshadi deb ayta olmayman. Chunki tartib va shartlar vaqtga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin bitta narsa aniq. Ishlayotgan pensioner o'z pensiyasining qayta ko'rib chiqilish tartibini bilishi va vaqti bilan tekshirtirishi kerak. 4-guruh alohida maqomga ega fuqarolar. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, ayrim sohalarda uzoq ishlaganlar, mehnat sharoiti og'ir bo'lgan ish joylarida ishlaganlar, faxriylar, alohida xizmatlari bor odamlar. Bu toifalarda qo'shimcha huquqlar bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha odam o'z maqomini tasdiqlovchi hujjatni topshirmagani uchun undan foydalana olmaydi. Endi men muhim narsani aytaman. Hamma pensionerga albatta yashirin qo'shimcha pul bor deb o'ylash ham noto'g'ri. Agar sizning barcha ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan bo'lsa, alohida maqomingiz bo'lmasa, oldin ham bir necha marta tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, sizda katta farq chiqmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Bu faqat shuni anglatadiki, masalaga vahima bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan yondashish kerak. Masalan, bir pensioner butun umr bitta tashkilotda ishlagan. Mehnat daftarchasi toza. Oylik ma'lumotlari bazada bor. Pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlar to'liq topshirilgan. Unda katta xato ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin baribir pensiya tayinlangan qaror nusxasi, hisob-kitob varaqasi, stajga kiritilgan davrlar ro'yxati tekshirilsa, odam ko'ngli xotirjam bo'ladi. Yana bir misol. Kimdir ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon million so'mdan qo'shimcha pul berilar ekan degan gapni eshitadi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Qo'shimcha to'lovlar odatda hamma uchun bir xil va avtomatik sovg'a bo'lmaydi. Ular qonundagi aniq shartlar, maqom, staj, hujjat, ariza yoki qayta hisob-kitob asosida bo'ladi. Shuning uchun har bir odam o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pul qayerda yo'qolib qoladi? Birinchi sabab hujjat yetishmasligi. Pensionerning mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin u yozuvni tasdiqlovchi buyruq, arxiv ma'lumoti yoki ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Pensiya organi esa faqat ishonchli hujjatga tayanadi. Agar dalil bo'lmasa, davrini hisobga olish qiyinlashadi. Natijada pensioner kamroq pensiya oladi. Ikkinchi sabab ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik. Masalan, pasportda ism Abdulla deb yozilgan, eski hujjatda Abdullayev yoki Abdullo deb ketgan. Familiya turmushdan keyin o'zgargan. Lekin eski ish hujjatlarida oldingi familiya qolgan. Tug'ilgan sana bir hujjatda 12 may, boshqasida 21 may yozilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar katta muammo tug'diradi. Chunki tizim bitta odamni boshqa odam deb ko'rishi yoki umuman bog'lay olmasligi mumkin. Uchinchi sabab odamning o'zi ariza bermasligi. Ayrim qo'shimchalar faqat shaxs murojaat qilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Ya'ni pensiya bo'limi sizning uyingizga kelib, sizda yana bitta huquq bor ekan,
deb har doim aytmasligi mumkin. Siz ariza berasiz, hujjat topshirasiz, ular tekshiradi, keyin qaror qabul qiladi. Shuning uchun menga aytishma degan holat ko'p uchraydi. 4-sabab odamlar og'zaki javob bilan cheklanadi. Pensiona boradi, derazadagi xodimdan so'raydi. Xodim sizga qo'shimcha chiqmaydi deydi. Odam uyga qaytadi. Lekin og'zaki javob huquqiy himoya bermaydi. Agar siz yozma ariza bersangiz, idora yozma javob berishi kerak. Yozma javobda qaysi qonun, qaysi band, qaysi sabab bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Keyin siz xatoni ko'rsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. 5-sabab pensionerlar uyaladi yoki ovora bo'lmaydi deydi. Men buni juda ko'p ko'rganman. Odam aytadi, bolam shu pul ham yetadi. Endi yugur qilmayman. Lekin bu yerda gap sadaqa haqida emas, sizning qonuniy huquqingiz haqida ketyapti. Agar siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, har bir kuningiz, har bir oy ish stajingiz hisobga olinishi kerak. Siz o'zingizga tegishli pulni so'rayapsiz, ortiqcha narsa talab qilmayapsiz. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Har bir qo'shimcha to'lovning o'z sharti bor. Masalan, ayrim to'lovlar faqat ma'lum yoshdagilarga, ayrimlari faqat nogironligi bo'lganlarga, ayrimlari faqat qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lganlarga, ayrimlari faqat muayyan mukofot yoki maqomga ega bo'lganlarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan mantiq har doim ishlamaydi. Qo'shningizning staji, ish joyi, maqomi, hujjati, oilaviy holati siznikidan farq qilishi mumkin. Masalan, ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisida 22 yil tasdiqlangan staj bor. Biri zararli mehnat sharoitida ishlagan, ikkinchisi oddiy sharoitda ishlagan. Biri nogironlik hujjatini taqdim etgan, ikkinchisida bunday maqom yo'q. Shuning uchun ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Yana bir nozik joy, qo'shimcha pul har doim ham orqaga qarab to'liq yillar uchun berilavermaydi. Ayrim hollarda to'lov ariza berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Ayrim hollarda huquq paydo bo'lgan kundan boshlab ko'riladi. Ayrim hollarda esa cheklangan muddatlar bo'lishi mumkin. Shu sababli keyinroq boraman deyish zarar keltiradi. Agar siz bugun murojaat qilishingiz mumkin bo'lsa, bugun qiling. Chunki bir oy kechiksangiz, ayrim vaziyatlarda bir oylik farqdan ayrilishingiz mumkin. Yana bir muhim nuqta, pensiya oshirilishi bilan birga noto'g'ri to'langan pul masalasi ham bo'lishi mumkin. Agar idora xato qilib sizga ortiqcha to'lagan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun ma'lumotni yashirish, noto'g'ri hujjat berish, boshqa odamning hujjatidan foydalanish mutlaqo mumkin emas. Men har doim qonuniy, toza va hujjatli yo'lni tavsiya qilaman. Siz faqat o'zingizga tegishli pulni talab qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik hujjati bo'lsa uning nusxasi. Familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Hujjatlarni bitta papkaga soling, asl nusxa va nusxalarni ajrating. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Siz menga pensiyam qanday hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib bering deb murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda siz stajga qaysi davrlar kiritilgani, qaysi ish haqi ma'lumotlari olingani, qanday ustamalar qo'llangani yoki qo'llanmagani, qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini so'rashingiz kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizangiz ro'yxatdan o'tgani haqida belgi yoki raqam oling. 3-qadam. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana buyruq raqami, tashkilot muhri bor yo'qligiga qarang. Agar muhr xira bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot olishga harakat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida, tegishli vazirlik arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Ba'zan pensiya uchun eng foydali davr tanlanmay qoladi yoki ayrim yuqori oylik yillar hujjat bilan tasdiqlanmagani uchun hisobga olinmaydi. Agar siz ma'lum yillarda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnomalarni topishga harakat qiling. Bu ayniqsa eski davrda yaxshi ishlagan, mukofot olgan, ko'p smenada ishlagan, zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan odamlar uchun muhim. 5-qadam. Alohida maqomingiz bo'lsa, uni albatta ko'rsating.
nogironlik mehnat faxriysi davlat mukofoti bu o'quvchisini yo'qotganlik, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik kabi holatlar ayrim huquqlarni berishi mumkin. Men bu yerda har bir maqom bo'yicha aniq miqdorni aytmayapman, chunki miqdorlar qonunchilikka qarab o'zgaradi. Lekin sizning vazifangiz bunday maqom borligini yashirmaslik va hujjat bilan tasdiqlash. 6-qadam arizani to'g'ri yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni tayinlashda va hisoblashda inobatga olingan ish staji, ish haqi davrlari, qo'llangan ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni hamda pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Keyin hujjatlar ro'yxatini ilova qilasiz. Ariza 2 nusxada bo'lgani yaxshi. Bittasi idorada qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'yib berishlarini so'raysiz. 7-qadam. Javobni kuting va tahlil qiling. Agar javobda asos yo'q deyilgan bo'lsa, nima uchun asos yo'qligini ko'ring. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tan olinmagan? Qaysi qonun bandiga tayangan? Agar javob noaniq bo'lsa, qayta izoh so'rang. Agar sizda qo'shimcha dalil bo'lsa, uni ilova qiling. Agar baribir rozi bo'lmasangiz, yuqori pensiya organiga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Tasavvur qiling, 68 yoshli ota 40 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida 31 yil ko'rsatilgan. Sababi 9 yil ishlagan eski qurilish tashkiloti yopilib ketgan. Mehnat daftarchasidagi muhr noaniq. Ota endi nima foydasi bor deb yuradi, lekin farzandi arxivga so'rov beradi. Eski buyruq nusxasi topiladi, ish davri tasdiqlanadi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oyiga 1,10 ming so'm farq chiqsa, bir yilga bu 2 million 160 ming so'm. Bu pul dori darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun juda katta yordam. Yana bir vaziyat. 63 yoshli ayol pensiya oladi, lekin turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Eski ish haqi ma'lumotnomalari qizlik familiyasida qolgan. Pensiya tayinlashda ayrim ma'lumotlar bog'lanmagan. U nikoh guvohnomasi nusxasini, eski pasport ma'lumotini va arxiv hujjatini topshirgandan keyin avval hisob olinmagan davrlar tekshiriladi. Bu yerda asosiy dars shuki, familiya o'zgarishi ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil ishlagan. U ishlaganim foydasiz, pensiyam o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha ishlagan davr bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Pensiya organiga borib, pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrim hisobga olinganmi deb yozma so'raydi. Javobga qarab keyingi qadamni qiladi. Bu yerda muhim narsa shuki, odam o'z huquqini so'ramasa, hech kim uning o'rniga doimiy tekshirib yurmasligi mumkin. Yana bir vaziyat. Katta yoshli ona qaramog'ida nogiron farzand bor, lekin bu holat pensiya hujjatlarida aks etmagan. Ona faqat asosiy pensiyasini olib yuradi. Keyin mahalladagi ijtimoiy xodim yoki farzandlari maslahat beradi. Hujjatlar yig'iladi, tegishli idoraga murojaat qilinadi. Natijada mavjud qonuniy imkoniyatlar tekshiriladi. Bu yerda ham hamma narsani avtomatik kutish emas. Hujjatni ko'rsatish muhim. Agar kimdir xavf firibgarlar, menga pul bering, pensiyangizni 2 barobar qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya faqat rasmiy tartibda, hujjat va qonun asosida o'zgaradi. Hech kim tanish orqali noqonuniy oshirib berish kerak emas. Bunday odamlar pensionerlarning ishonchidan foydalanib pul olishi mumkin. Ikkinchi xavf yolg'on xabarlar. Internetda hamma pensionerga yangi qo'shimcha to'lov chiqdi. Faqat ariza yozsa bo'ldi degan xabarlar ko'p tarqaladi. Har doim rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari portali, mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limi orqali aniqlashtiring. Agar xabarda qonun nomi, qaror sanasi, rasmiy havola yoki aniq tartib bo'lmasa, darhol ishonmang. Uchinchi xavf hujjatni qo'ldan chiqarish. Asl mehnat daftarchasi arxiv ma'lumoti, guvohnomalarni begona odamga berib yubormang. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa qildiring. Asl hujjati faqat rasmiy idorada. Zarur bo'lsa va qabul qilinganini tasdiqlatgan holda topshiring. 4-xavf muddatni o'tkazib yuborish. Agar sizga ma'lum bir hujjatni olib kelish, kamchilikni bartaraf etish yoki javobga e'tiroz bildirish uchun muddat berilgan bo'lsa, uni cho'zib yubormang. Pensiya masalasida har bir oy pul degani, bugun qilinadigan ishni ertaga qoldirish ba'zan real zarar keltiradi. Men ekspert sifatida sizga eng sodda, lekin eng kuchli maslahatni beraman.
pensiyangizni kamida bir marta to'liq audit qildiring. Audit deganda men qimmat xizmatini nazarda tutmayapman. O'zingiz ham boshlashingiz mumkin. Pensiya qanday hisoblanganini so'rang, staj ro'yxatini oling, ish haqi davrlarini tekshiring, qo'shimcha to'lovlar qo'llangan yo'qmi aniqlang, hujjatlar orasidagi xatolarni tuzating. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yuristdan, mahalla mas'ullaridan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Pensionerning eng katta xatosi men bilmayman, demak menga tegishli emas deb o'ylashidir. Yo'q, siz bilmasligingiz huquqingiz yo'q degani emas. Siz ishlagan bo'lsangiz, hujjatingiz bo'lsa, qonunda belgilangan shartlarga tushsangiz, o'z pulingizni talab qilishga haqlisiz. Bu yerda sharmandalik yo'q, ortiqcha talab yo'q. Faqat adolatli hisob-kitob bor. Bugun men tushuntirgan asosiy fikr shuki, pensiyaga qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisob-kitob masalasi ko'p pensionerlar uchun juda muhim. Bu pul har doim ham avtomatik kelavermaydi. Ko'pincha hujjat, ariza, tekshiruv va yozma murojaat kerak bo'ladi. Kimdir staji to'liq kiritilmagani uchun, kimdir ish haqi ma'lumoti topilmagani uchun, kimdir maqomini tasdiqlamagani uchun, kimdir esa faqat og'zaki javob bilan cheklangani uchun o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Shuning uchun bu gunoh hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya hisob-kitobingizni so'rang, noaniq joylarni yozma ravishda aniqlashtiring. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisobida xato topganmisiz? Qo'shimcha to'lov olishga muvaffaq bo'lganmisiz yoki hali tekshirtirmaganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham katta yordam berishi mumkin.